Baxtli va muvaffaqiyatli hayot uchun voz kechish kerak bo'lgan 7 odat. Hayotimizni og'irlashtiradigan narsa ko'pincha tashqi omillar emas, balki hayolimizda aylanadigan keraksiz o'y-fikrlardir. Agar siz ruhan yengil bo'lishni va oldinga qarab ildamlashni istasangiz, quyidagi 7 narsa haqida o'ylashni hoziroq to'xtating. Birinchisi, boshqalar siz haqingizda nima deb o'ylashlarini. Ko'pchiligimiz odamlar nima deydi degan ko'rinmas zanjir bilan bog'langanmiz. Shuni yodda tuting, odamlar siz haqingizda baribir nimanidir o'ylashadi va siz buni nazorat qila olmaysiz. Siz boshqalarning hayolidagi mukammal obraz bo'lish uchun tug'ilmagansiz. Xulosa, odamlarning fikri ularning dunyoqarashi mahsulidir. Sizning haqiqatingiz emas. O'z hayotingizni boshqalarning ssenariysi bo'yicha yashashni to'xtating. Ikkinchisi, o'tmishdagi xatolaringizni. O'tmish bu darsxona, yotoqxona emas. Unda uzoq qolib ketish rivojlanishingizni to'xtatib qo'yadi. Yo'l qo'yilgan xatolar sizning yomon ekanligingizni emas, balki harakat qilganingizni anglatadi. Xulosa, xatoni tahlil qiling, xulosani oling va uni o'sha yerda qoldiring. Bugungi kuningiz o'sha xatolarni tuzatish uchun berilgan yangi imkoniyatdir. Uchinchisi, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishni. Qo'rquv bizni harakatdan to'xtatib turuvchi eng katta to'siqdir. Aslida muvaffaqiyatsizlik bu yutqizish emas, balki muvaffaqiyatga olib boradigan yo'lning bir qismidir. Dunyodagi eng katta natijalarga erishgan insonlar hammadan ko'ra ko'proq yiqilganlardir. Xulosa, hech narsa qilmaslik eng katta muvaffaqiyatsizlikdir. Yiqilishdan emas, o'z joyingizda to'xtab qolishdan qo'rqing. To'rtinchisi, soxta do'stlar haqida qayg'urishni to'xtating. Atrofingizdagi hamma insonlar ham siz bilan oxirigacha qolmaydi. Ba'zilar hayotingizga faqat dars berish uchun kirib kelishadi. Kimdir sizdan uzoqlashsa yoki xiyonat qilsa, buni fojia deb emas, balki hayotingizning tozalanish jarayoni deb qabul qiling. Xulosa, miqdorga emas, sifatga e'tibor bering. Sizni tushunmaydigan 10 ta do'stdan ko'ra boringizcha qabul qiladigan bitta sodiq do'st afzalroqdir. Beshinchisi, odamlardan hech narsa kutib yashamang. Xafagarchiliklarning asosiy sababi kutilmalardir. Biz kimgadir yaxshilik qilsak, evaziga xuddi shunday javob kutamiz. Ammo hamma ham siz kabi qalbga ega emas. Xulosa, boshqalardan kutishni to'xtatsangiz, hayotingizdan norozilik g'oyib bo'ladi. Mustaqil bo'ling. O'z baxtingizni boshqalarning qo'liga topshirib qo'ymang. Oltinchisi, siz haqingizdagi negativ fikrlarga quloq solmang. Sizni tanqid qilayotganlar ko'pincha o'z hayotidan norozi bo'lgan insonlardir. Muvaffaqiyatli va baxtli inson boshqalarni kamsitish yoki g'iybat qilish bilan shug'ullanmaydi. Xulosa, tanqidni filtrlang. Agar u sizni o'stirmasa, shunchaki shovqin deb hisoblang. Buzg'unchi fikrlarni qalbingizga yaqin olmang. Ular sizning quvvatingizni so'rib olishiga yo'l qo'ymang. Yettinchisi, o'zingizda yo'q narsa uchun qayg'urmang. Biz doimo qo'limizda yo'q narsalarga, boylik, mashhurlik yoki kimgadir o'xshash shu kabi narsalarga e'tibor qaratib, bor narsalarimizning qadrini unutamiz. Bu esa bizni doimiy norozilik holatida ushlab turadi. Xulosa, shukronalik boylikning kalitidir. Boriga shukr qilishni boshlaganingizda yo'g'i ham kela boshlaydi. Diqqatingizni nima yetishmayapti degan o'ydan nimalarim bor degan o'yga qarating. Ushbu 7 ta bandni hayotingizdan chiqarib tashlasangiz, yelkangizdan ulkan tog' ag'darilgandek yengillikni his qilasiz. Hayot juda qisqa. Uni keraksiz xayollar bilan o'tkazib yubormang. Siz uchun ushbu bandlarning qay biri bugungi kunda eng dolzarb bo'lib turibdi? Izohlarda yozib qoldiring. Biz esa muhokama qilamiz. Siz bilan muvaffaqiyat sirlari bo'ldi.